Ayollarning eng katta muammosi bu qorin va biqin. Bugun men Nargiza opam oldilariga aynan mana shu muammoni hal qilgani keldim. Mana hozir biz bugun protseduradan oldin o'lchaymiz. Biqindan tortib, mana qorin sohasini 99 santimetr bo'ldi. Lekin bu g'alati bo'lganligi uchun sal ko'proq va men ishonamanki, protseduradan keyin 4 santimetrdan 7 santimetrgacha yo'qotasiz. Nargiza opa, meni объемimni aytish shart emasdi. Protseduradan keyin yana o'lchaymiz va ko'rasizlar qanchalik kamayishini. Siz diyetadasiz, sportga qatnashasiz, piyoda yurasiz, ammo qorin sohasidagi hajm kamaymayapti. Bunga bizda yechim bor. Bizda Klato alfa, ya'ni kriolipolis muolajasi, bu degani tana konturini shakllantiruvchi sovuq texnologiya. Bizning klinikamizda bugun Feruzaxonga Klato alfa apparatida kriolipolis muolajasini o'tkazyapmiz. Mahalliy yog' to'plamlarini kamaytirishga qaratilgan zamonaviy jarrohliksiz usuldir. Usul mohiyati nimada? Nazorat qilinadigan sovutish yog' hujayralariga, ya'ni adipotitlarga selektiv ta'sir ko'rsatmoqchimiz. Natijada ular tabiiy parchalanish jarayoniga uchraydi va 4-8 hafta davomida organizm tomonidan limfa tizimi orqali bosqichma-bosqich chiqariladi. Agar oddiy qilib aytsak, tanamizdagi yog'lar ba'zi joylarda qolib ketadi. Biz uni parchalamaymiz va u yoq bu yoqqa haydamaymiz. Biz shu jihozimizda yog' hujayralarini shunaqa qilib sovutamizki, bu yog' hujayralari yashay olmaydi. Keyin organizm bu hajmni asta-sekin kamaytiradi. Ya'ni limfa tizimi orqali suvni qancha ko'p ichishimiz natijasida yog'lar sekin-sekin limfa orqali ketishni boshlaydi. Shuning uchun kriolipolis natijasi darhol emas, balki asta-sekin namoyon bo'ladi. Odatda natija bir necha hafta yoki 2-3 oy davomida shakllanadi. Lekin birinchi protseduradan keyin santimetrlar kamaya boshlaydi. Siz buning o'zingiz guvohi bo'lasiz. Natijada biz nimani ko'ramiz? Muammo zonasida hajm kamayishi, tana konturining aniqroq bo'lishi, bosqichma-bosqich va tabiiy natija jarrohliksiz va reabilitatsiyasiz. Mijozlarimiz ko'pincha savol berishadi. Yog' butunlay ketadimi kriolipolisdan keyin? Ha, ishlov berilgan joydagi yog' butunlay ketadi. Lekin bir narsani tushunish kerak. Bitta protseduradan keyin emas. Kriolipolis muolajasi oyda 3 martadan 4 martagacha qilish kerak. Va shunda siz eng samarali natijani ko'rasiz. Индиго Элит – это история уже не про убрать жир холодом. Здесь другой принцип. Это радиочастотное воздействие. Ткани прогреваются, усиливается кровообращение, улучшается микроциркуляция. Ткани начинают лучше работать. Если объяснять просто, ткани могут быть вялые, отечные, сонные, с плохой циркуляцией. Индиго дает им хороший прогрев и хороший запуск. За счет этого улучшается кровоток, уходит чувство застойности, ткань становится более активной, более напитанной, более плотной по ощущению и по виду. Во время процедуры ощущения обычно комфортные. Это тепло, причем приятное тепло. Часть эффекта люди могут ощущать быстро. Зона может казаться легче, мягче, менее отечной, более живой. Но если речь идет уже о более заметном улучшении качества ткани, тонуса, плотности, то это обычно раскрывается курсом. Она помогает от отечности? Да, как раз за счет улучшения кровотока и тканевого обмена. Когда зона склонна к застою, это часто очень благодарная история. O'rtoqlar, eng hayajonli daqiqalar yetib keldi. Hozir Nargiza opam meni o'lchaydilar. Mana protseduradan keyin. Protseduramiz nomi nima edi? Bugungi protsedura sizga birinchi protsedura kriolipolis protsedurasini qildik. Ya'ni yog' hujayralarini eritdik, qorningizdagi hajmni yo'q qildik. Undan keyingi protsedura monopolyar RF lifting qildik, ya'ni qorningizga, ya'ni selulitni yo'q qildik. Rostdanmi? Qani keling объемni o'lchab ko'ramiz. Ob'yomlaringizni o'lchaymiz. Qani keling Nargiza opa. Nargiza opam va'da berdilar, объемda Oldin o'zgarish bo'ladi deb. Kameraga ko'rsatmaymiz. Ko'z tegadi. 3 santimetr kamaydi. Qancha bo'ldi? 96, 99 edi tepingiz. Pasti 100 edi. Qani hozir ko'ramiz. Pasti 100 edi. 98, 97. 97. 3. Vau! Ob'yomda 3 santimetr kamaydi. Demak, ikkita protseduradan keyin, srazu protseduradan keyin biz qorin hajmimiz 3 santimetrga ob'yomda kamaydi. Ana. Qizlar,
zo'r apparat ekan va bitta muolajada 3 santimetr minus bo'ladi. Bu zo'r natija. Nargiz appa, rahmat sizga Sog' kattakon. bo'ling. Yuzingizni. Da. Agar sizga qorin, qo'llar, yon tomonlar, oyoqlar, baqbaqa o'zingizga yoqmayotgan bo'lsa va o'zi ketar deb kutganingizdan charchagan bo'lsangiz, konsultatsiyaga yoziling. Sizning holatingizni to'g'ri tahlil qilib, kerakli korreksiya rejasini tuzib beramiz.